Otamurod sobiq xotinidan ko'p azob tortgan esa-da, hanuz sevmoq, uning ta'biri bilan aytganda, biror bir ojizaga panoh bo'lmoq ilinjida yashardi. Ayrim oqshomlari shaharning shimoliy qismida qad rostlagan ko'p qavatli uylar tomon yo'rg'alab qolishi shundan edi. U qizg'ish qoplamali eshikni hayajon ila asta qoqarkan, sog'inch to'la nikohni ko'rmoq istaydi. Afsuski, har safargidek ta'magir ko'zlarga ro'para keladi. Eshik ochgan juvonning nazari o'z-o'zidan uning qo'lidagi narsalarga ketib qoladi. Bu holat soniyaning 100dan 1 ulushida yuz bersa-da, Otamurod ayol nikohidagi yolqinlangan ta'ma uchqunlarini payqamay qolmaydi. Qalbidagi sog'inch hislari o'rnini nadomat egallab ulgurmay, juvon uning bo'yniga osiladi. Sog'ingani, sevishini aytadi. Bu gaplarga yigitning jon deb ishongisi kelsa-da, juvon timsolida qandaydir xatarni anglaganday bo'laveradi. So'ng bu xonadonni ko'ngli g'ash holda tark etadi. Qidirgan narsasini topolmay, bekorga ovora bo'lgan kishidek his etadi o'zini. Olam ko'ziga kir ko'rinib, bozor shovqini g'ashiga tega boshlaydi. Mijoz kutib maydoncha chetidagi choyxonada valaqlashib o'tirgan sheriklari davrasiga borib qo'shilgisi kelmaydi. Kamaz rusumli mashinasi kabinasini didiga moslab jihozlab olgan emasmi? Kabinaga biqingancha mahzun xayolga botadi. Sardarchol qiyo ochiq kabina eshigini asta chertganda, u miskin va tushkun kayfiyatda mudrob o'tirardi. Kuzalgan moshguruch soqoli sog'lom chehrasiga g'oyat yarashib tushgan notanish bu chol bungacha choyxonadagi haydovchilar bilan bir gaplashib chiqqan, ammo u aytgan narxga hech kim rozi bo'lmagan. Tog' yo'li og'ir, ovora bo'lishga arzimaydi. Chol aytgan manzilga Otamurod umrida bormagan esa-da, negadir darrov rozi bo'la qoldi. Tezroq yo'lga tushsa-yu, g'ala hovurga to'la bu bozordan uzoqlashsa. Ko'ngli shuni istadi. Cholning bir necha qopdan iborat yukini mashinaga ortib yo'lga tusharkan, shahardan chiqaverishda barcha kirakash haydovchilarga xos o'y miyasini tirnab o'tdi. Sal cho'g'i kam bo'ldi-yov. Bu o'y mashina dastlabki qiyalikka tirmashgandayoq pisanda yo'sinda so'zda o'z ifodasini topa qoldi. Yo'lning bunaqaligini bilganimda o'ylabgina kelardim-a. Ammo Sardarchol to'g'ri so'zga o'rgangan odam bu xil ilmoqli gaplarga parvoyam qilmadi. Chim ketishni noqulay bilib, o'z tashvishlarini bayon etdi. Bu yil meva-cheva zo'r bo'libdi-yu, kartoshkaning mazasi qochibdi. Borniyam to'ng'izlar kavlab tashlayotganmish. Davonni qor bosmasdan turib, ro'zg'or uchun kerakli narsani g'amlab olish kerak emish. Ammo cholning dardi yigitga yot edi. Menga desa, o'sha qishlog'ingda bir umr qolib ketmaysanmi? Necha pullik ishim bor bu bilan mening. Undan ko'ra mashinaning kuchanishiga qarang, zo'riqqanidan to'kilib tushay deyapti. Yo'l bo'yi binoydek so'zlashgan, biroq bir-birining dardiga befarq bu odamlar tushgan mashina qishloq chetidagi hovliga gurillab kirib borganda kun peshindan oqgandi. Ishdan tezroq iziga qaytmoqqa oshiqib turgan yigit peshayvonli uyga qarama-qarshi tushgan kulbadan yugurib chiqqan qizga ko'zi tushdi-yu, hamma narsani unutdi. Rul chambaragini mahkam tutgancha baqadek qotib qoldi. Yoqasiga kashta chatilgan qirmizi ko'ylakli bu qiz ohudek chaqqon, qayrilma qoshlari ostidagi kattakon shahlo ko'zlari kishiga shu qadar ishonch va samimiyat bilan boqardiki, yurak o'z-o'zidan harqirib ketardi. Qulog'i bozorning g'ala g'ovuriga ko'nikkan, har 3 uyning birida qo'lbola do'konchasi bo'lgan, shom tushmay ayolidan tortib, erkaklarigacha ko'chaga chiqib oladigan sershovqin mahallada yashab kelayotgan yigitga ovloq bir maskanda shunday bir parivashni uchratish favqulodda hodisadek tuyuldi. Peshvoz chiqqan qizning qarashlarida qo'yinki butun vujudidan shunday bir samimiyat balqib turardiki, uning qoshida qusur xayollarga borish gunohdek edi. U tabiatning noyob bir chechagidek kishini o'ziga maftun etarkan, ko'ngilda beixtiyor uning bo'yidan tuyunish, ko'rkidan bahra olish istagi tug'ilardi. Ammo bu bir lahzalik holat
Dovdirashdan ba'zur o'ziga kelgan odam ichdan toshib kelayotgan bu istakka yo'l yo'qligini darrov fahmlaydi. Otamurodni esa qizning husni jamoli emas, boqishlaridagi sokinlik va hokisorlik o'ziga maftun etgandi. Negaki o'zi yashaydigan mahallada uylar zichdek, odamlar naqadar jizzaki, nigohlari og'ir va mehrsiz edi. Torlik hamma narsada, turmush tarzidan tortib, muomala-yu munosabatda ham yaqqol aks etib turardi. Tog'liklarda esa buning aksi, xuddi yuksak tog'lardan ulgu olgandek, ularning qarashlarida ajib bir ulug'vorlik mavjud edi. Odatda Otamurod borgan joyda hech qachon uzoq qolmasdi. Yukni tushirardi-yu, darhol iziga qaytardi. Bu safar esa cholning birgina taklifidanoq supa tomon intilganini sezmay qoldi. Biroq choy ustida bo'lib o'tgan suhbatda chol shunday bir gap qildiki, yigitning nazarida olam xira tortganday tuyulib ketdi. U bamaylixotir guring berayotgan uy egasiga baqrayib boqarkan, uning so'zlari ortiq qulog'iga kirmas, tasavvurida jonlangan voqea butun xayolni band etib qo'ygandi. Kaklik ovga chiqqan kuyov yigit, bostirib kelayotgan qor ko'chkisi, chillalik kelinning dod faryodi, barini aniq tiniq ko'rarkan, qalbida rashkka o'xshash nimadir uyg'onganini his etdi. O'choq boshida kuymalanayotgan qizga, ya'ni kim juvonga g'amgin qarash qildi. Cholning keyingi gaplari undagi qizg'anish hissini battar kuchaytirardi. O'ziyam g'ayrati ichiga sig'magan yigit edi-da, qishning chillasi demagan, chimildiqda o'tirgan kelinchagini o'ylamagan. Shundan beri qizimiz bevalik azobini tortmoqda. Uy egasi bu gaplarni nechun aytdi? Qiziga mahliyo bo'lganidan g'ashi keldimi, yo boshqa biror sababi bormidi? Qoshlarini chimiribroq so'zlashiga qaraganda nimanidir fahmlaganday edi. Aslida yigit o'shandayoq Sardor cholning ko'ngliga ancha o'tirishgandi. Yo'ldayoq Otamurodning qirriqlardan emasligini, o'z ta'biri bilan aytganda tuzukkina bola ekanligini payqashga ulgurgandi. Bu xil yigitlar muhit ta'sirida salgina o'zgargandek tuyulsa-da, lekin hamisha asliligicha qolaveradi. Chol bunga bozor maydonidayoq amin bo'lgan. Choyxona so'risini to'ldirib o'tirgan haydovchilardan biri degandi: "Siz aytgan narxga bu yerdagilarni qo'zg'atishingiz qiyin, lekin chekkada turgan anavi kamazda dasi bor. Foyda ziyon deb turmaydi. Bizda guringni uncha pisand qilmay, kabinasida gazet o'qib, she'r yodlab o'tiradi. Iltimos qilsangiz yo'q demaydi u." Chol uni kabinada butunlay teskari, ya'ni ezgin va mudroq holatda uchratarkan, cho'chib, javdirab boqishidanoq tuzuk yigitligini fahmlagandi. Yo'ldagi ilmoqli gaplari esa kasb taqozosi yuzasidan qilingan shunchaki injiqlik edi. Odam bolasi shu. Qanchalik yaxshi bo'lmasin, muhitning ta'siri qoqsa yengil ketadigan garddek baribir unga qo'ngan bo'ladi. Asl esa garddan aynimaydi. Qizi haqidagi gapidan ko'zlangan maqsadi esa mehmonning etini o'ldirish, qiziga nisbatan qiziqishini so'ndirish edi. Bunga birda uyga bir tun mehmon bo'lib ketgan ovchi yigit sabab bo'lgandi. Qiziga beixtiyor oshiq bo'lib qolgan ovchi yigit hey yo'q, be yo'q, ertasi kuniyoq sovchi yuborgandi. Ammo qiz deb o'ylaganlari erk ko'rgan juvon chiqib qolgach, sho'rlik sovchilar shu qadar noqulay ahvolga tushishgandiki, eslasa hanuz cholning 77 tomiri tortishadi. O'shanda juvon haqidagi haqiqatni bilgach, Otamurod andek ma'yuslandi. Yo'ldayoq unutib yuborsam kerak deb o'ylagan. Yo'q, buning aksi bo'lgan. Juvonning yosh qizaloqlarnikidek beg'ubor boqishlari yo'l bo'yi uni tark etmagan. Simyog'ochlardagi yakkam-dukkam chiroqlar nuridan xira yorishgan mahallasiga kirib kelarkan, qulog'iga chalingan qo'shni xotinlarning dahanaki jangi bo'lgan. Shunda xayolini butunlay band etib qo'ygan juvonni sershovqin mahalladan qizg'ongandi. Buloq suvidek tiniq narsa ekan. Bu bo'tanaga aralashib keta olarmikan deb o'ylagan. So'ng bu o'xshatishi o'ziga erish tuyulib, hovlisiga kirgan. Bu yerdan ko'chib ketmoq kerak degan xayolga borgan. Ilgari ham bu haqda o'ylagan, lekin hozirgidek qat'iy emasdi.
Ichkariga kirgan yerda bostirma tagidagi kapalak nusxa qurilma yonida to'xtagan. Unda tog' tomonga uchmoqni istagan va shundagina juvonni sevib qolganligini anglagan. Ko'kka parvoz etish uning uchun shunchaki orzu emas, azaliy ishtiyoq edi. Toki inson tirik ekan, orzulari yo'lida undan biror naf yetish-yetmasligidan qat'iy nazar hamisha harakat u izlanishda bo'lmog'i lozim. Bu uning negadir o'zgalarning g'ashini keltiradigan fikrlaridan biri edi. Xayolidagi tasavvuri aniq hisob-kitoblar asosida tiklanayotgan kapalak nusxa qurilmasi esa shu kabi fikrlarning amaldagi ifodasi edi. Tanish-bilishlari esa uning bu urinishlari ustidan kulishgan. Deydilarki, "Hey, bu zo'rmandangda bir marta uchding ham deylik. Keyin nima qilasan buni? Yo keyin ko'rgazmaga berib qo'yasanmi?" Ayni shu keyini Otamurodni mutlaqo qiziqtirmasdi. Ko'ngli parvoz istardi. Tamom, vassalom. Biroq bu istagini tushunadiganlar yo'q. Masxaralovchilar esa xohlagancha topilardi. Ayoliga taloq aytarkan, uyidan o'zi olib ketgan birdan-bir narsasi mana shu kapalak nusxa mashinasi bo'lgan va shu kunning ertasi orzusiga yetishmog'iga sanoqli soniyalar qolgandi. Afsuski, mashina g'ildiraklari betapoyadagi chuqurga tushib, qanotlarini sindirib olgan. Bir hisobda bu yaxshi bo'lgan ekan. Negaki o'shanda yuragi to'la alam edi. Osmon falakka ko'tarilib, so'ng yer parchin bo'lmoqchi edi. Chunki ayoli uydan chiqib ketishga majbur qilgani yetmaganidek, maktabiga kelib rosa to'polon ko'targan. O'quvchilari huzurida sharmanda-yu sharmisor qilib ketgandi-da. O'sha kech anchadan beri yaqiniga yo'lamay qo'ygan qurilma tevaragida o'rlasharkan, toqqa parvoz qilish istagidan o'rtanardi. Aqli hushini o'g'irlab qo'ygan tog'lik juvon qoshiga qanot chiqarib uchgisi kelardi. O'tkir chiroq nurida mashinani tuzatish bilan band bo'larkan, qarshidagi darvozaga kelib suykalgan kimsani payqamay qolmadi. Tor ko'cha xiyonat eshigining asta ochilib, sekin yopilganini o'zgalar qulog'idan yashirolmadi. Saldan so'ng joyi almashgan qizaloqning uyqusirab yig'lagani eshitildi.